Rahmat, rahmat. Muhtaram aziz do'stlar, bu oqshom Bobomurod og'adan biz ajoyib zo'r ashulalar, siz bilan biz hali eshitmagan yaxshi ashulalar eshitish niyatidamiz. Bugungi birinchi ashulamiz Sayfi Najimiy so'zi bilan ashula, Bobomurod Hamdamov muzikasi, Kel kel sevarim nomli ashula bilan boshlaymiz. Marhamat. Kel kel severim kaçta gönül sarılsın. Kel kel severim kaçta gönül sarılsın. Göz akşı kebi tülleri bidar buluttur. Göz akşı kebi tülleri bidar buluttur. İşkimden yanıp tacrotu demen büyüdürmen. Sensiz nezerim de bu candan buluttur. Sensiz nezerim de bu candan buluttur.
Gece gündüz Sayfi tilagim Diyar cemal Gece gündüz Kirkin severim Canıma Kirkin severim Xo'p, navbati bilan hammasi bo'ladi. Xo'p. Yana talablaringizga binoan ashulla bo'lmas. Maxtumquli so'zi Komiljon Otaniyozov musiqasi. Gel köngülüm süt kılan yalvar Allah'ına Gel köngülüm süt kılan yalvar Allah'ına Yaratkandan hiç yaşırınç iş olmaz Ölüm beraberdir şahı gedana Kalam durdur anda yazgan piş olmaz Kalam durdur anda yazgan piş olmaz Bir vardır yurtar keçe yatmayın Biri öyle yatınca tartmayın Takdiri ezelden hergiz artmayın Gezgen artık olup yatkan boş bulmanız Gezgen artık olup yatkan boş bulmanız Bir mert yigit yalğancı hala kelsene Hoşgulluğunu çörek dasturxon bo'lsana Bu dünyada obro imoni bo'lsa 70-80 100dan ortiq yosh bo'lmas 70-80 100dan ortiq yosh bo'lmas
80 100'den artık yana aş olmaz. 70-80 100'den artık yaş olmaz. Endi e'tiborlaringizga muhtaram aziz do'stlar bir chiroyli yalla, ashula yalla havola etmoqchimiz. Bu yallarning nomi Kelarmi? Shamsiddin Sadoiy so'zi. Raqsida Xorazm raqqosa qizlarining sarasi Muyassar xonim Pirmat va raqsga tushadilar. Gel kaşlara desem kilerim, gülber giren desem kilerim. Gel kaşlara desem kilerim, gülber giren desem kilerim. İşkin yolunda divana buldum, işkin yolunda divana buldum. İnadı kada desem kilerim, inadı kada desem kilerim. İnadı kada desem kilerim, inadı kada desem kilerim. Ağlamına tarihte kaldın, bir dertke deva desem kilermi? Yara kılıp tarihte kaldın, yara kılıp tarihte kaldın. Oldum ki ada desem kilermi? 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 Hacırın şunu devler bitti. Gel abu hava desem kiler mi? Şaday metacı çeyler, şaday metacı çeyler. İri yar diyar desem kiler mi? İri yar diyar desem kiler mi? Şaday metacı çeyler, şaday metacı çeyler. İri yar diyar desem kiler mi? 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 Gülden bölek bellaksa cevlan istemez. Gülden bölek bellaksa cevlan istemez. Can verip cananın istemez. Demeli can
istemez. Can verip canan istemez. Dileli can istemez. Kanını töktüğün peri Gerç gülüm kim bana Daştide topan istemez Gerç gülüm kim bana Daştide topan istemez Şakiyemi köydürtenim Canımlı otu camı diyem Şakiyemi köydürtenim Canımlı otu camı diyem İşkıdan kıymaktır özge Canım arman istemez İşkıdan kıymaktır özge Canım arman istemez Ol gülür anamın Mezgayı ben
solganda şu angir devoni sözün nağması solganda şu angir devoni sözün Alman ajlıstılasana Kaysi gazalhan istemez Alman ajlıstılasana Kaysi gazalhan istemez Rahmat o'rtoqlar, aka-ukalar, rahmat. Mana bir narsani aytmoqchiman. Xo'p, bir narsani aytmoqchiman. Mana shu ashulaning o'rtasida qarsak chaldingizlar. Mana shu xosiyat, mana avval konsertlarda ham aytganda bir Hindistonda bor ekan mana shunday. O'zini bir ashulani yoqqan joyi bo'lsa, odamlarga shunday qarsak chalaverar ekan. Shunda odam shu ashulachi yana shu ruhlanib yana aytaverar ekan. Ish qilib men endi u qarsak chalganlaringizni mayli, uni aytmoqchi emasman. Men ashula haqida gapirjakman. Mana shu istamas degan ashula qaranglarki, o'rtoqlar. Buni avjlari bor, buni chiqimi, tushumi, boshqasi bor. Buni mana shunday otani yozib, shunday qilib haykal qo'yib ketgan. Mana o'zlarini haykal mana shu yerda eshikda mana bo'lib turibdi. Yaqinda ochiladi. Ashulalari bilan mana shunga o'xshagan ashulalar bilan haykal qo'yib ketdilar, mana qarang. Bu ashulalar hozirgi chiqib turgan ashulalar 50sine 100'üne deyadi bir ashula. O'rtoqlar, mana shu ashulalari bu shogirdlar mana aytsan, biz shunga qoyil qolamiz. Shu ashulalarni aytsinlar-da, mana shu ashulalar hali ozgina zangini mana bir 2-3 bosqinchig'idan chiqib qaytib tushaverib, yana chiqib 3sine chiqib qaytib tushaverib, yo'q, bu o'rtasidan 3ga chiqish kerak o'rtoqlar. 3ga chiqqandan so'ng 3akda ham ozgina aylanib, undan keyin qaytib tushsa hisob bo'ladi axir. Rahmat sizlarga. O'rtoqlar, mana shu klubda necha odam bo'lsam, men o'ylanamanki, haqiqiy ashula shinavandalar o'tiribdi. Otaniyazimning ashulasini eshitaman deb o'tiribdilar. Hamdamning ashulasini eshitaman deb o'tiribdilar. Shu kelgan qadamlaringizga hasanat o'rtoqlar, rahmat sizlarga. Rahmat, salomat bo'linglar. Muhtaram aziz do'stlar, men boya aytdim, bu akşam Bobomurod akadan zo'r ajoyib ashulalar eshitamiz. Xudo xolasa, ustozlar aytib, hammamizni qoyil qoldirib ketgan ajoyib ashulalar eshitish niyatidamiz. Mana hozir shulardan biri Xorazm klassik ashulalaridan Xorazm dugosi, Otoyi g'azali. Uning keynidan ulanib ketadi O'zbekistonman, Sadoy she'ri.
ko'ziga nuqtacha yuz kop
ko'rgana o'shan manzil yoki O'zbekistondan o'shan manzil yoki O'zbekistondan Acab şükrana onadan boshlangan hayot Qashqariydan qalbinan mulki Turonman man Navoiydi nom ko'targan zamon jahon nazmi bog'in O'zbekistondan jahon nazmi bog'in O'zbekistondan Dilbandim tortindi g'anotli yo'lga belingni bog'lading men soyabonman Elim birlan olg'in dunyoni qo'lga Elim birlan olg'in dunyoni qo'lga men seni ustozing O'zbekistondan men seni ustozing O'zbekistondan Qo'shib bo'lib dunyoga keldim Goh shoir, goh oqin, goh g'azal xonmadan Ne bo'lsam ham sandim o't yurak bo'ldim Yuragim tomiri O'zbekistonman Mamacanın kol açkın Duaga indi Sen birlan
cennet mekanman. Sen ki yıl çınarım, yeken can halkım, yüreğin damri, Özbekistan'dan. Zamanlar, sorarlar, ötecek bir ecel gelmeden semender canman. 18 bin avlanan vatan yeganana, mengi menzil gahi Özbekistan'dan. Mengi menzil gahi Özbekistan'dan. Özbekistan'dan, Özbekistan'dan, mengi menzil yakın. Özbekistan'dan, Ortaklar, haqiqiy bal ilişkilerden birisi Beşinbay bu. Mana Daryan Aryan'ın özü Türkmen, lekin Türkmençe'ye hem düşüneveradi bu, Özbekçe'ye ama farkı yok qaysi millet olduğundan. Bir yak mana şagirt Bahranbay. Mana ortaklar, bunu bir etken günahı oldu bunu bir. Endi aytavereyim mi? Bir stadionda konsert oldu, bir 5 yıl oldu mu diyeyim. Şu stadionda konsert olanda ben nömrüm tamam boğandan so'ng pastga tushsam, bu 5-6 yigitlar bilan bordik, yurdi, chiqdi. Men aytdim, "Yo'q, bo'ldi endi" desam, ko'tarib mana unda yuqoriga otdidan olib borib yana sahnaga qo'ydi. O'rtoqlar, hamma yerda gap bo'lib ketdi. Bomurod o'zi tuzgan, o'zi atay qildi, mana shuni ko'tartirib, otib, o'zini ottirib yana sahnaga chiqardirdi deb. Shuni gunohi bor buni. Unday bo'lmaydi, ag'ayn. Hemmede de şunday günah bolaversin. Şunday mertebeli adamını götürmeyi boladı mı? Sel iriroq yozinglar xatlarni, ko'zim ko'rmaydigan bo'libdi endi. Har kişinin derdi bolsa didesinden nam kelur. Kim kimundan aşağı ister, arkasından ram kelur. Sinadin defterini açsam, 7 aflak örtenur. Navla kılsam korkaman, kinidin nameremem kelur. Navla kılsam korkaman, kiniden namerem kelur. Men tasaddukman oşanda, ağlı himmetler bulay. Babaramettin körün, 100 hatemi edhem kelur.
Baba rahmatdan ko'ring yüz hatami etem kilo. Yar başlı osmana yetse misli sen bulhamuş her daraxtning mevasi ko'p bo'lsa boshi ham kelur har daraxtning mevasi ko'p bo'lsa boshi ham kelur yüz bela başında kirse yüz ögürme meşreba hak muzi lütfeylese her derdine melhem kilur hak muzi lütfeylese her derdine melhem kilur. Bakkanda yaş ve bilen nazlarım var Bakkanda yaş ve bilen nazlarım var Bağrımlı kebap et küçük pervazlarım var Bağrımlı kebap et küçük pervazlarım var Gönlümlü kılıp lahzada aşkta şeyda Hayretke salıp koyguç izazlarım var Gönlümlü kılıp lahzada aşkta şeyda Hayretke salıp koyguç izazlarım var Bakkandaki yaş ve bilen nazlarım var Bakkandaki yaş ve bilen nazlarım var Bağrımlı kebap et küçük pervazlarım var Bağrımlı kebap et küçük pervazlarım var Var, var, var izazlarım var Var, var, var izazlarım var Pak ishqi muhabbat sharafi birla yaralgan Pak ishqi muhabbat sharafi birla yaralgan Qalbimni yoshgina ozlaring bor Lamoch birla durdona to'kilgan Lamochsa so'z birla durdona to'kilgan Bakkandaki yaş ve bilen nazlarım var Bakkandaki yaş ve bilen nazlarım var Bağrımlı kebap yok küçük pervazlarım var Bağrımlı kebap yok küçük pervazlarım var Var, var, var izazlarım var Var, var, var izazlarım var
Canımı bir dayla yine yar seni diye. Canımı bir dayla yine yar seni diye. Hizmetini buyur melkebi mumtazların bari. Bakkandaki yaş ve bilen ağlarım var. Bakkandaki yaş ve bilen ağlarım var. Bağrımını kebap et küçük pervazlarım var. Bağrımını kebap et küçük pervazlarım var. Var, var, var izazlarım var. Var, var, var izazlarım var. Var, var, var pervazlarım var. Muhtaram aziz do'stlar, ko'pchilik aziz do'stlarimizni talabiga binoan endi Xorazm suvoralaridan yakparda suvora Sayfi Najimiy g'azali bilan ashulla ustozlar haqida deb ataladi. Suvoraga o'qiladi. Marhamat. O'rtoqlar, bu suvora so'zlari butun shu ustozlar haqida-da. Bu o'tirganlar hammangizda ham albatta ustoz bor. Qaysi kor bo'lmasin, o'zini ustozi bo'ladi. Shuning uchun so'zlarni shunday bir tinglab eshitib tursangizlar, juda bir kerak so'zlar, yaxshi so'zlar. Shuning uchun men shu ustoz hurmati yodlaganman, men shu ashularni, ustozlarimizni hurmat qilib. Üçün iş başlasan gel, olmasa ustoz barar bulmaz. Yolunda rahnamatı bulmağın şayıptılar bulmaz. Uşanmaz arzularına şadmuradın barqaror olmaz. Eğer çendiki izzat hürmeti barışlar bulmaz. Sürüp merkebli meydan üzere her kim şahslar bulmaz. Cahan aynasida görgülü ustazlar yürürken muamma sırlarını şerhini etmek için kanabılar. Tamamı ezgürlüklerini alan arga peşe kılmayın. Murabbi bağlar meynetiden bağdaki hasıl eliga hizmet etken her kişi bir itibar bulunmaz. Şaudat yollarıydı görgülü sazlar ni rehberdir.
istek mi yaşanar dur. Maşakkatlarga bardosh bermag'in chakar bor bo'lmanas. Büyük insanın hısnat ustozlardan o'rgan gel. Adolat adlina himmat ustozlardan o'rgan gel. Zaferler istesen nusrat, nurul ustozlardan o'rgan yengil. Dilin közgü kabi pok bo'lmasana, bilgil sharar bo'lmas. Samimiyat bilan yezot, lağı ustozlar madad kavring. Yaratgan dostonun ayla abad sen sarviyeti kavring. Taravatlarda tolsun renk-bereng anvoyi gulzoriyan. Şaman bülbüllerini dağda kuysun koldagi tavring. Tabiat bunchalar oz, turmag'in shanov bahor bo'lmas. Muhammadli yürekten her dam ustozlar niyat yetgil.
Yetuklik maqsadiga yetguchana xatti samot yetkil. Ilimning bahriga g'avvos bo'lib, sho'rayjot yetkil. Muğallimsiz jahonda bo'lmagan hech sohib iqtidor. Quyosh atrofida qil bo'l o'zing, chungar dunud dovlar. Öz-özüden zarlıgar bulmaz. Gönül arzuları rüya
vafodorlik bilan ko'ngil qadam mardona var her dam muallim atayı ana müşama liqam qusur mahram öz özüden zannediyor bulmaz aziz ustozlar mehriyani canbaca kıl cismi canımda hayatı istaliga şarlarını sakla yanımda bolup tezimde yorit can fidalarını beyanımda mukaddes sözlerini sayfi keltirgil zamoningda kim ustoz hurmatini oqlasa olamda xor bo'lmanas ruh azal solih bo'lsa nek baxting yordur Möteber el işraul her tilden ami banardır Ağlam ağlam behremend dilşad minnet tamardır Yetti dozak merdi haklık aldı da gülzardır Kol tutar garak namayim merdi sahip yanardır Kimni körsen kıl tavazi İzzetin tut gülmegil Geçirir veyranada kim eski toldi bilmegil İzzet-i hürmetey özünçün bir mürüvvet bulmadın Yer kulundan kilse hergiz murşeni ağrıtmadın Ham Xudo bendem demez her kim ki dil azınardır Alsuda könglim hamon Jürmü isyandır işim Kılmasan lütfü inayet Yoktur hiçbir kişi Navtavar şuride halim Tıglamaz abah peşim Tatılıysen dideden her lezzet tökün ab çeşim Dilde derdin olmasa min taatin bekardır Tanrı'dan başka birovdan tilesen bara eylemez
Secde kılsın kim özüge hiç kaçın zara eylemez. İşki hak olgan kişi kim özgeni yar eylemez. Sen aziz yetken kulumni hiç kişi har eylemez. Sen eğer har eylesek har kayga barsa hardur. Dilde hak mirim var, kamul kaygugam yemez. Terk edip mecazi işini senden özgeni demez. Cürmümü affetmesen men müptela adam emas. Meşraba dergâhi hakkın çün özü namut emas. Hak Taala senge ham bir saqlagani banardur. Hak Taala senge ham bir saqlagani banardur. Rahmat. Muhtaram aziz do'stlar, iloji boricha mana yozib bergan mana shu talablaringizga binoan qaytaryapmiz, shularni ijro qilyapmiz. Mana ko'pchilik chiroyli ashulalarni so'rashibdi. Oriyana borib o'qitib kelmayincha ko'zi ham ko'rmaydi, o'zini ham ko'z ko'rmaydi. Ay ikkimiz ham bir-birimizdan hali. Xo'p. Aytaveraymi axir? Birisida bitta bir ajoyib yerda bir xat tushibdi. Siz go'yo Turkmanistonda madaniyat ministri bo'lib ishlayotgan ekansiz. Sizni tabriklabdilar o'shanda. Shunaqa gap tarqalibdiki, go'yo Bobomurod Hamdamov Turkmaniston madaniyat ministri bo'lganmish. Toshkentda ham shunaqa gap tarqalib. Mana o'zlari guvoh, ajoyib san'atkorga, zo'r san'atkorga hech qanday mansabni keragi yo'q. To'g'rimi men nazarimda? Mana sahnada turibdilar o'zlari xon, o'zlari ministr, o'zlari prezident. Bunga keladigan narsa bormi? Shuning uchun sog' bo'ling, salomat bo'ling. U yozgan singlimizga ham katta rahmat. Xo'p, yana konsertimizni davom ettiramiz aziz do'stlar. Sayfi Najmiy g'azali bilan yana ashula yallak ko'rgach, raqsida Muyassar xonim Pirmatov raqsga tushadilar. Ko'rgach, qaynaydi mehr chiqday qondan ko'rgach. Akışta yürüdü şahram kameti barna. İlma yurlar sarı hıramanını körgememiş. Şadlık çıkadır takip feleklerge senemlik. Şadlık çıkadır takip feleklerge senemlik. Göz meyli bilen üzgeçe meylanını körgeç. Göz meyli bilen üzgeçe meylanını körgeç. Ha
Bolgusu köyül bahrımı davayı şeyle Lütfiyle nazaketdeki ihsanını körgemeç La başsa tebessümde yeter hurram kuşman La başsa tebessümde yeter hurram kuşman Her şaxada manını çıkandanını körgeç Her şaxada manını çıkandanını körgeç Tebessümde hemşe Gülgün sesidik dana tebessümde hemşe Şağın yanıda seyfi gazel hanını körüyeç 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 Aşkım eğer kenara yok bulmasa bulmasın yetey Ahıma hem şumara yok bulmasa bulmasın yetey Her zaman ustalot bile bak kıskar ile beni Men ser bir nezara yok bulmasa bulmasın yetey Men ser bir nezara yok bulmasa bulmasın yetey İşgali derdi köylüge çare kılır varım beni Derdi dilimge çare yok bulmasa bulmasın yetey Derdi dilimge çare yok bulmasa bulmasın yetey Hacire zazatın oyla ki nohi hazine mutıga Şöyle bilen şerara yok bulmasa bulmasın yetey Şöyle bilen şerara yok bulmasa bulmasın yetey Canla bilen şu vermedi Cismime vaki koşudan Tatlımın işare yok olmasa olmasın yetey Bolmuştu olasısı halkama yar kerem Mende iyisi istara yok olmasa olmasın yetey
ey aşkı kenaresiz dedi. Aşkım eğer kenara yok bulmasa bulmasın etey. Aşkım eğer kenara yok bulmasa bulmasın etey. Rahmat. Muhtaram az do'stlar, bugun bir chiroyli, bir ajoyib, bir kuplet she'r yozibdi bitta singlimiz. Bobomurod aka juda chiroyli bitta she'r yozibdi bitta singlimiz. Otini keyin aytaman. O'qib beraman. Sayfi Najimiy she'rlarini soz etgan. Chalsa sozin raqqosalar noz etgan. Qo'shiq aytib el ko'nglini shod etgan, el bulbuli Bobomurod kuylasin debdi. Qizimiz otini aytib yuboribdilar, Zulxumor qizingiz debdi. Rahmat qizim sizga. Juda chiroyli bayt yozibsiz, nazarimda. Aziz do'stlar, ko'pchilik aziz do'stlarimiz Bobomurod og'aydan Hind ashulalarini so'rashibdi. Endi navbat Hind ashulalariga. Hind kinofilmidan ashula Changda qolgan gul nomli ashula eshitamiz. इंसान को इंसान बनाया हमने उस हिंदू या मुसलमान बनाया का इंसान को इंसान बनाया हमने उस हिंदू या मुसलमान बनाया कुदरत मतबाशी की कमाए की करती हमने ककी भारत का ईरान बनाया थोड़ी बनेगा इंसान की औलाद के इंसान बनेगा हिंदू बनेगा मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद के इंसान बनेगा कभी रक्ष नाम न की कुछ खुशी माँ सबसे कोई काम नहीं है अच्छा कि अभी तक रक्ष नाम न की कुछ खुशी माँ सबसे कोई काम नहीं है किसी इल्म न इंसान को तस्लीम किया
तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है, तो बदले वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद के इंसान बनेगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद के इंसान बनेगा। वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले, ये दीन का ताजीरिया वतन बेचने वाले, इंसान की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले, इंसान की लाशों की कफन बेचने वाले। ए महकमे में बेवकूफ वकातिल लुटेरा, तातू की वज्रों की चमन बेचने वाले, तातों की वज्रों की चमन बेचने वाले, इनके लिए ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद के इंसान बनेगा, मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद के इंसान बनेगा। ये महफिल में बेवकूफ वकातिल ये लुटेरा, तातों की वज्रों की चमन बेचने वाले, तातों की वज्रों की चमन बेचने वाले, तो इनके लिए मौत की ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद के इंसान बनेगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद के इंसान बनेगा। Ko'pchilik aziz do'stlarimning talablariga binoan yana Bobomurod aka ijrosida Xorazm klassik ashula yalalaridan Gusvan Sadri ketidan yana Xorazm ashula yalalaridan Xorazm lazgisi. Raqsida Muyassar xonim Pirmat va raqsga ketdi.
görmek yüzünüz yer bir tamanna yaraşırsınız. Kızlar içine dilberi barna yaraşırsınız. Yangi baharım özünüz. Maksadım bağlarda alma anarım özünüz. Bir bola hadi vapana bağını seyreyle gelip kurbanın balayda eliyle nazenin. Bir bulup ahli vapana bağlı seyreyle gelir. Ellimle mülki de canım kelbi yavrum gözünüz yanay. İlk kardeşi bayraşırsınız. Görmek yüzünüz yer bir tamanna yaraşırsınız. Kızlar içine dilberi barna yaraşırsınız. Ülkecan taze gülüm yar yine özgüneniz. Ülkecan taze gülüm yar sen özgüneniz. Gene can birleşip kıldıklar özgüneniz. Gene can birleşip kıldıklar özgüneniz. Boy gele leylim leylim sonra boylum boylum. Gele leylim gele haçine gülüm gele. Boy aman 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 gele leylim leylim sonra boylum boylum. Gele leylim gele ha çilen gülüm gele ha. Özü bir kiçkine kızı apatı can öldüredir. Özü bir kiçkine kızı apatı can öldüredir. Başınız kiprikini cümle alam yandırdı. Başınız kiprikini cümle alam yandırdı. Oy aman can aman aman elinden gele leylim leylim sonra boylum boylum. Gele leylim gele ha çilen gülüm gele ha. Almanın yakı bilen yanında yaprak bilen. Almanın yakı bilen yanında yaprak bilen. Bir diyar hat yadadı içkine barmak bilen. Bir diyar hat yadadı içkine barmak bilen. Oy aman can aman elinden. Gele leylim leylim sonra boylum boylum. Gele leylim gele ha çilen gülüm gele ha. Gele hanım gele ha çilen gülüm gele ha. Gele hanım gele ha çilen gülüm gele ha. Ay aman ay aman.
giriftaram aman. Ömrümde gezmerem gülü gülzar seyline. Pesli bahar istemenem bilbil olmasa. Gülzar seylin eyler emel gülüm olmaz aman aman. Gani dağlar karlı bular karsız bulmaz. Yigit başı aman bulsa mallı bular malsız bulmaz. Aman bülbül bir hanıman. Söyle bana işlerim kimlisine yarısam. Boy 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 ala göz boy boy boy. Kara göz boy boy boy. Ala göz boy boy boy. Kara göz boy boy. Aşın şalı sabahlanmadı çalınmadı. Lalemin şadigin var mı kumarınmadı. Bir yanır bestesi canıma zarınmadı. Yarını yoktur sana aşkı zarınmadı. Söylemene isene birisi ver yarısın. Boy 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 ala göz boy boy boy. Kara göz boy boy boy. Ala göz boy boy boy. Kara göz boy boy. Yığlatır aşıkları ilalele bu kanlasın. Bir şevşe durur sarı kadın bendesi. Hüsnü kemanı vücudun aktarı ta bendesi. Görsem ile arızayım olur şermendesi. Söyle bana işenem kimlisi yarsın. Boy 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 ala göz boy boy boy. Kara göz boy boy boy. Ala göz boy boy boy. Kara göz boy boy.
qara yuz boy boy aman. Rahmat. Rahmat. Muhtaram aziz eldoshlar, men o'rtaga ruxsatlaringiz bilan yana bir ulug' ajoyib san'atkor, xalqimiz qalbidan chuqur joy olgan yana bir ulkan san'atkor, O'zbeknavo konsert birlashmasi Xorazm viloyati Komiljon Otaniyozov nomidagi mana shu ajoyib filarmoniyaning direktori, yosh san'atkorlarning sardori, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Olmaxonim Hayitovani o'rtaga taklif qilaman. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hamshaharlar, hamyurtlar. Mana qarang, ustoz, shogirdlar, mana ustozning yo'lida borayotgan. Mana shunday hech kim eğer o'ylasa ham, tushiga ham kirmaydigan bitta narsa bo'ldi bugun aziz do'stlar. Men shuni sizlarga aytishim kerak. Mana shu Komiljon akaning ruhlari mana shu yerlarda mana aylanib tepalaringizda yuribdi. Bir 5 tonnadan artık Komiljon akani mana shu haykalni mana hozir shu yerda qo'ydik. Hech o'ylagan emasmiz, shogirdlar kelib bu yerda konsert bo'ladi-yu, shu odamning haykalini so'rab kelib qo'yamiz degan Atamurod aka, Bobomurod. Xudoyandin mana shu o'liklar tirik. Rahmat. Mana aziz do'stlar, bu o'liklar tirik. Hech qachon odamzod o'lmaydi. O'lgan bilan yana baribir tiriladi. Shuning uchun hammangizning umringiz uzoq bo'lsin. Hammangizning xonadoningizda yaxshi kunlar bo'lsin. Shunday qimmatli vaqtlaringizda ayamasdan kelib Toshkentjamboning ustida maza qilib dam olib, mana Komiljon akaning shogirdlari, mana Bobomurod. Bizlar bir ustozning shogirdimiz. Bobomurod, men, mana Xudo rahmat qilsin, Bekjon, va Ortiq Otajonov va hokazo boshqalar. Mana Bobomurodning shogirdlari, mana Atamurod. Ustozdan shogird o'zadi degan gaplar bor. Shu ustozdan o'zsin bular. Hamisha sizlarga xizmat qilsin. Umidimiz ham shu. Mana biz shuncha yil bo'ldi xizmat qilib kelayotirmiz. Shu Bobomurodga o'xshagan, Olmaxonga o'xshagan, Ortiq Otajonovga o'xshagan san'atkorlar Xorazmdan yana chiqishi kerak. Hajixonga o'xshaganlar chiqishi kerak. Mana tarbiya qilib borayotirmiz, Xudo xolasa Bobomurod. Mana shu Atamurod zo'r ashulachi bo'ladi. Kelgusimizning mevasi, kelgusimizning yoshlari. Rahmat. Shuning uchun shu hamma ustozlarning niyati yaxshi, shu yana go'rkirab, yana dunyoga mashhur bo'lishda men shu Xorazmni yoshlarga juda madad tilayman, sog'lik tilayman. Shu bizlarga o'xshab yurti elimizda xizmat qiladigan shunday bir san'atkor bo'lib yetishsin deb men Xudodan so'rayman. Aziz do'stlar, Bobomurod bilan biz bir yerda, bir joyda Toshkentda 35 yil oldu bir filarmoniyada birga ishlaymiz. Mana kelib, şöyle nasibimiz qo'shilib, mana sizlarga yana qolgan umrimizda xizmat qilyapmiz. Bobomurod Hamdamovni butun dunyo biladi. Butun dunyo biladi. Rahmat. Shuning uchun Bobomurod Hamdamovga men minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ustozlarning ruhlari hamisha qo'llab-quvvatlasin. Mana shu Toshkentjamboning ustida konsert bo'lib turibdi. Toshkentjambo pirlarimiz qo'llab-quvvatlasin. Yana Bobomurod Hamdamovga men uzoq umr, sog'lik, salomatlik, yana ijodiga muvaffaqiyat tilayman. Yana shu xalqimizni, sizlarni yuragingizdan o'rin olib, yangi ijodlarni qilib, yangi muzikalarni qilib, yangi she'rlarni shunday aytib, sizlarni xursand qilishda beqam Alloh taoladan yana kuch-quvvat so'rayman. Bobomurod Hamdamov katta rahmat. Hamisha sog' salomat bo'ling. Mana Bobomurod Hamdamov Xudo xolasa bütün stadionlarda, bütün katta joylarda Xudo xolasa mana shu
Kamiljon akanın yubileyi yakında Xudo xolasa bo'ladi. Şu bir ay etrafında mana shu Xorazmliklarga xizmat qiladi. Xudo xolasa xizmat qilib bo'lgandan keyin hammamiz bir ustozni shogirdlari mana konkurslar bo'lyapti Kamiljon akamizni. G'oliblarning konsert mana shu yerda bo'ladi. G'oliblarning konsertini qilamiz. Shuning uchun vaqtlaringiz bo'lsa mana rayonlarda qo'yiladi, boringlar, televizorlarda e'lon qilamiz. Sizlarga bir oy Xudo xolasa Bobomurod xizmat qilib beradi. Hamisha to'ylar bo'lsin. Hammangni shu Bobomurod bilan birgalikda borib uyingizda bizlar ham to'ylaringizda xizmat qilamiz. Sog' bo'linglar. Katta rahmat. Rahmat. Rahmat Almaxon. Juda mana ko'ngildagi gaplarni aytdi. Juda minnatdorman. Mana Almaxon ham necha yillardan beri mana xizmat qilib kelyotir. Shu san'atini o'zgartirmasdan, Xorazm san'atini yo'qotmasdan mana shu elga xizmat qilib kelyotirgan. Mana oxirinda ham endi kelib mana Toshkentda necha yil ishlagan bo'lsam, bera kelib mana shu yoshlarga rahbarlik qilib filarmoniyani hozir rahbari bo'lib turibdi. Buni ham ijodina ijod, ovozina yana ovoz qo'shilaversin. Yana bir necha yillar mana shu xalqqa xizmat qilsin. O'rtoqlar, mana shu bir gapi hamma aytaman men. Yaxshi san'atkor faqat Xorazm bilan O'zbekistonda Xorazm bilan shu Farg'ona vodiysidan chiqadi. Yaxshi ashulachilar. Endi boshqa yerdan ham chiqadilar, kamdan kamda o'rtoqlar, kamdan kam. Chunki bu ashulachilar o'zi bo'lib chiqmaydi buni. Ashula mana shu qaysi viloyatda ashulani yaxshi eshitsalar, ashulani so'zini, muzikasini, mana shu necha qo'shiladi muzika bilan ashulalar hammasini kim shoir, qaysi shoirni yozganlarini eshitadilar. Mana shulari eshitib turgan viloyatdangina ashula chiqar ekan. Shuning uchun mana o'rtoqlar shu sababiki mana shu Farg'ona bilan faqat Xorazmdan yaxshi ashulachilar chiqadi. O'rtoqlar mana sizlar necha soatdan mana shu yerda o'tiribsizlar. Bu yerda uncha bir o'yin bo'lib turgan yo'q, yo bir sintezatorlar qo'shilib bir unday bir katta gupir-taqir bo'lib turgan yo'q. Aslan ko'rib mana shu so'z bilan ovozni qo'shilishlarini eski yangi maqomlardan suvaralari eshitib zerikmasdan o'tiribsizlar. Mana shu sizlarning mana shu yerdan bizlarni eldan ashulachi chiqmang. Nereden chiqadi? Ashulachini mana siz qara ko'zlar olib chiqasizlar eshitib. Tamam. Mana sabab ham shu, mana katta poytaxt shaharlarda borsangizlar, o'rtoqlar bir ashula eshitgan inson yo'q, topilmaydi. Shu bir ashulani bir kupletnaga boshlasangiz to'yni boshida bismillah deb. Ikkinchi kupletna kelganda darrov qulog'iga kelib aytadilar, buni sho'xindan bo'lsin, sho'xindan bo'lsin. Sho'x bo'laveradidan so'ng aryani yo'q bo'lib ketaveradi. Undan bo'lmaydi o'rtoqlar, mana shu sizlar eshitsangizlar, hurmat qilsangizlar mana shu ashulachilarni, Xorazm ashulachilarini bir to'yga borib o'tirsangizlar, shu yeb ichib, oldingizda noz ne'matlardan yeb ichib, shu to'yagasini shu to'yina bir qo'shant qo'shib, hali shu o'zlaringizning borib o'tirganlaringizdan bir qo'shant deyman. Shu yerda yaxshi ashulalarni zakaz qilib, "Ey ashulachi, buni ashula bir eshitadigan bir narsa eshitaylik ayni" desangizlar, shu majbur bo'ladi shu. Men shu Dashovuzda kelgan vaqtimda Kamiljon usta olib keldi meni Dashovuzga 67-yilda, hali 27 yoshimda edim. Almaxon. Mana shu hali egam deganlar boradi Dashovuzda, boshqa ashulachilar hammasi to'yga ketib qoladilar. Bizda bir danijaq odam yo'q. Gastitsada yotamiz. Har vaqtdan Kamiljon usta, "Ey bu bechoralar shu kelib Charjovda yotibdi, bular gastitsada shagird bo'laman" deb har vaqtdan bir to'ya olib boqimda, har vaqtdan emas endi bir ko'ngil tushamoqda olib boradi. Shu bilan biza yana shu gastitsa pulimiz ham yetadi bizlara, yeyecek içeceğimiz ham yetadi. Shunday olib sekin shu Dashovuzda birov to'ya taklif etdi. Shu to'ya borgan bilan yana birov to'ya taklif etdi. Shunday deb shu o'rberdan to'y chiqib bizlar ham kishamiz sal qavarmaga qaradi. Ondan keyin men uni aytmoqchi emas, boshqa bir narsa aytmoqchiman o'rtoqlar. Ustozning bir gapi bor. Sen o'zingni koringni mahkam tut. Pul hech yere bormaydi. Sen pulni qovma, pul seni qovsin deyirlar.
Shuning uchun bu shogirdlar ham aytaman, shu ashularni mahkam tutib, ya o'z san'atini, butun san'at bo'lsa pul nera boradi o'rtoqlar. Butun san'at bo'lsa ham pul shu yerda, boshqa davlat ham shu yerda. Shu meni aytmoqchi bo'lgan gapim, bir O'zbekiston degan kolxoz bor mana Shovotda. Shu O'zbekiston kolxoz meni Haji akada ham bir rahmatli mana rais bor edi. Shu ko'p to'ya chaqiradi meni. To'ya chaqirgandan keyin, to'ydan keyin Bomrat qani Segani aytib ber deydi. Haji aka men deyman, Segani bilmayman. Zalal yo'q, Segani bilmasang o'zing bilgan ashulangni aytaver. Undan keyin boshqa ashularni aytib uyaga ketaman, yana bir haftadan shu yerdan xabar keladi. O'sha bilaman, shu yerda Haji aka yana Segani so'raydi deb. Segani o'rganib boraman. Undan keyin ashularni aytib turgan so'ng qani Bomrat Segani o'rgandingmi deydi. Ha, bir bilganimcha aytib beraman, o'rganib keldim, unday. Qani ayt deydi, eshitadi. Undan keyin Chargani ayt deydi. Haji aka men Chargani olib bilmayman. Xo'p deb shunday deb ostan shu suvoralarni so'radi bular. Kajang suvora dedi, ona suvora, yakpardai boshqa suvoralarni so'radi, boshqa sekin shu xalq O'zbekistonning yangi kolxoz o'rtoqlab mana shu ashularning sal o'rgatdi desam xato bo'lmaydi Almaqon. Shuning uchun aytaman, buni ashularni xalq o'rgatadi ekan. Nerda eshitsa, ana shu yerdan ashular chiqadi. Shu o'tirib, mana eshitib o'tiribsizlar, iloji yo'q bu yerdan yaxshi ashular chiqmasdan. Xudo xolasa Kamiljon ustani izdoshlari, Almaqonning izdoshlari, Ortiqni, Otajon rahmatlining izdoshlari, Hoji ustaning izdoshlari hali yana chiqaveradi bular. Rahmat hammalaringizga. Ko'p so'zlagan bo'lsam, huzur. Rahmat yana bir bor hammalaringizga. Hammalaringizga oilaviy baxt tilayman. Mana shu qadamlaringizga hasanat. Rahmat. Rahmat. O'tiringlar, gap ko'p hali. Gap ko'p bo'ladi. Aziz do'stlar, ruxsat eting, shu bugun mana shu yerda ajoyib konsertni uyushtirgan, shu kishini sa'yi harakatlari bilan bo'ldi. Mana hurmatli opaxonimiz, aziz inson. Xo'p, Almaqon, sizga mana shu sog'lik salomatlik tilimiz, mana shu ustozlarning ruhi, ilohim sizga hamisha madadkor bo'lsin. Shu mana shu Doshkin bobomiz sizni qo'llab-quvvatlasin. Aziz do'stlar, men ham yuragimda ikki og'iz bir so'zimni aytsam, men mana Toshkentda ketganimga bir 15 yil bo'ldi. Borganimdan bu yoqqa shu inson bilan birgaman. Birga filarmonda birga ishladim. Bu ajoyib inson Almaqonim. Agar men mubolag'a qilib aytmasam, men deb ko'kragiga urib yurgan 10 erkakning kuchi bor. Almaqonda. Shuning uchun Almaqonim bu qilayotgan ishlar bu hamma ham qilavermaydi. Shuning uchun sizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mana shu yoshlarning boshini silab ko'p yillar mana shu chiroyli bo'lib yurgingiz, Xudoyim. Sizga ham navbat kelgan paytda xuddi Komiljon akaga o'xshagan mana shu buyuslarni qo'yish Xudoyim xalqimizga nasib ro'za aylasin. Xo'p, aziz do'stlar, hammalaringizga yana bir marotaba qo'limizni ko'ksimizga qo'yib konsertga kelibsizlar. Katta rahmat. Ilohim hammangizning xonadoningizda to'y bo'lsin. Mayli. Qo'ymadingiz. Xo'p. Rahmat Almaqon. Xo'p. Katta rahmat. Bomomrat aka. Do'stim, men yana bir narsa esimga tushdi. Men kecha poyezdda keldim Toshkentdan. Yonimda bir hamrohim Toshkentlik ekan. Ikkitasi hamrohim Toshkentdan ekan. Bir ko'peda dam olib maza qilib keldik. Shuni aytmasam bo'lmaydigan bo'ldi. Yo'l keyincha Samarqandda, Buxoroda hamma joyda kelyapmiz. Bilasizlar, hozir yo'llar to'palan, biror joyda muzikaning ovozi, sayozning ovozi chiqqan yo'q. Hamma joyda qop ko'targan, sumka ko'targan, to'palan, olapasidirib bilan keldik. Maza qilib guringlashib kelib, Urganchga kelsak, sozning ovozi chiqdi vokzaldan. O'zimiz Urganchda hamma yoq soz. Hali ikkita Toshkentlik yonimdagi hamrohim aytadi, Otamurat aka, mana shu Toshkentga, Xorazmga kelsak, bu yurtdagilar soz suhbatdan boshqa narsani bilmaymi? Shu kelganimizdan o'sha soz muzika eshitilib turibdi deydi. Qarang. Shu men ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Haligi kishini aytgan gap. Haqiqatda bizni elimiz deyin, bizni yurtimiz deyin, bizni xalqimiz deyin, sizlarga o'xshagan xalqimiz jahon olamini aylansak topib bilmaymiz. Ko'p yashaylar. Rahmat. Navbat yana Bomomrat akaga bir jup Segomi? Sego bo'lsinmi? O'zlariga havola bir jup bir mazalashib eshitamiz. Mayli o'rtoqlar. Baribir eshitasizlar.
Kuşlar demezar olmasa, sevgiye ikrar olmasa. Kuşlar demezar olmasa, sevgiye ikrar olmasa. Yürek bağrın kalbe dolar, yarın vefadar olmasa. Yürek bağrın kalbe dolar, yarın vefadar olmasa. Kuşlar demezar olmasa, sevgiye ikrar olmasa. Yürek bağrın kalbe dolar, yarın vefadar olmasa. Yürek bağrı kalbe dolar, yarın vefadar olmasa da. Her sohada her daima sana medet yar olmasa. Kuşlar